Jumong, Tangem, Dengiz hukmdori kabi seriallar bilan o'zbeklarga judayam mashhur bo'lib ketgan Janubiy Koreya haqida gaplashamiz. Annyeonghaseyo, Abduhakim입니다. Assalomu alaykum hammaga. Ismim Abduhakim. Hozirda Yuksalish maktabida xalqaro bo'limda faoliyat olib boraman. 2019-yil va 2025-yillar oralig'ida Janubiy Koreyada tahsil olib keldim. Janubiy Koreya Sharqiy Osiyoda joylashgan bo'lib, poytaxti Seul shahridir. Hozirda aholisi 50 milliondan yuqori, lekin shunday bo'lishiga qaramasdan dunyo reytingida aholisi kamayib borayotgan davlatlar qatoriga kiradi. Janubiy Koreya hozirda rivojlangan texnologiyalar bo'yicha dunyo markazlaridan biriga aylangan. Sababi Samsung, LG kabi katta gigant kompaniyalar, shuningdek avtomobil sohasida o'z o'rnini egallagan Kia, Hyundai kabi kompaniyalar aynan Janubiy Koreyada joylashgan. K-pop va K-dramalar haqida umuman gapirmasa ham bo'ladi, chunki ular dunyo rekordlarini qayta yangilamoqdalar. Ovqatlariga keladigan bo'lsak, ozgina achchiqligini hisobga olmasa, barcha sevib tanovul qilmoqda. Ayniqsa kimchi va ramyonlar dunyo bo'ylab eksport qilinmoqda. Janubiy Koreya odamlari qanday yashaydi? Odatda ular ozgina introvert, lekin qayergadir shoshib yurishadi. Aynan Koreyada palli munhua deydi, ya'ni tez degan madaniyat juda yaxshi rivojlangan va shuni ta'sirida ham bo'lsa kerak, Koreya boshqa davlatlarga qaraganda juda tez rivojlanib ketdi. Ko'chalari juda ham tozalikka ancha e'tibor qaratilgan. Ayniqsa shaxsan menga yoqqan joyi, Koreyada dengiz bor bilasizlar, atrofida va 70% qismi o'rmonlardan iborat. Mana shuni hisobiga Koreyada deyarli chang yo'q. Agar siz oppoq ko'ylak bilan ko'chaga chiqib ketadigan bo'lsangiz, xuddi shu holatda uyga kirib kela olasiz. Xavfsizlik jihatdan ham yuqori o'rinlarda turadi, sababi har 100-150 metrda Koreyada CCTV deydi, ya'ni yashirin kameralar mavjud. Va shuning uchun ham agar siz ko'chada telefoningizni yo'qotib qo'yasizmi yoki bo'lmasam hamyoningizni tushirib qo'ysangiz ham hech tashvishlanmasangiz bo'ladi. Sababi unga hech kim tegmaydi, unga tegib jinoiy javobgarlikka tortilgandan ko'ra indamasdan o'tib ketadilar. Madaniyat jihatdan o'zbeklarga o'xshab ketishadi. Ayniqsa ota-onani, ustozlarni hurmat qilishida va ovqatlanish madaniyatida bir xilliklarimiz mavjud. Transport tomonidan aytadigan bo'lsak, transport sistemasi shunaqangi bir oson va sodda tuzilganki, har bitta borgan chet elliklar bemalol foydalanib, qulay yashash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Hozirgi aytganlarim Janubiy Koreya haqidagi umumiy va asosiy ma'lumotlar edi. Keyingi videolarda o'qish tizimi va nima uchun aynan Koreyada o'qish kerak degan mavzuda so'z olib boramiz. Rahmat.